Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun biz sizlarga pedagog deontologiya fanimizdan 3-ma'ruza mashg'ulotini e'tiboringizga havola etamiz. Bizning 3-ma'ruza mashg'ulotimiz deviant xulq sabablari va omillari deb nomlanadi. Shu ma'ruza mashg'ulotimizni quyidagi reja savollari asosida sizga bayon qilishga harakat qilamiz. Rejamizning birinchi savoli deviant xulq haqida. Yani deviant xulq nima? Biz har e'tibor berayotgan bo'lsangiz, har bitta ma'ruzamizni boshlanish qismida deviatsiya va deviant xulqlar haqida, uning mazmun mohiyati haqida to'xtalib o'tamiz. Ikkinchi rejamiz savoli esa xulq-atvor o'zgarishlarining yoshga bog'liqligi. Ya'ni rostdan ham yoshlarda ko'proq, yosh o'tgan sayin insonda xulqiy og'ishlar kamroq kuzatilishi bu statistika sifatida isbotlangan. Keyingisi deviant xulq sabablari va oxirgi reja savolimiz esa deviant xulqni bartaraf etishning pedagogik, profilaktik omillari deb nomlanadi. Hurmatli talabalar, deviatsiya og'ish hisoblanadi, ya'ni me'yordan chetga chiqish. Va bu deviatsiyaning o'ziga xos komponentlari bor, bilasizlar. Komponent degani bu tarkibiy qism degan ma'noni anglatadi. Deviatsiya komponentlari sifatida biz insonni, normalarni va boshqa odamlarni kiritamiz. Ya'ni inson yoki tartibdagi shaxs, normalar hamma amal qilishi lozim bo'lgan qoidalar va boshqa odamlar esa jamoaviy shakl. Demak, mana shu 3 ta komponent deviatsiyaning asosiy tarkibiy qismlari hisoblanadi. Endi deviatsiya, ya'ni og'ish jamiyatning turli sohalarida turlicha namoyon bo'ladi yoki turlicha nomlanadi. Masalan, dinda deviatsiya yovuzlik deb ataladi. Tibbiyotda esa kasallik, qonunda, ya'ni me'yoriy hujjatlarda jinoyat, kundalik ongda esa odatiy bo'lmagan narsa sifatida e'tirof etilar ekan, hurmatli talabalar. Bu deviatsiyani biz umumiy nom bilan o'sha deviant xulqlar yoki deviatsiya deb ataymiz. Bu esa turli sohalarda turlicha nomlar bilan keladi. Deviatsiya tushunchasining namoyon bo'lishi. O'znavbatda deviatsiya bir necha shakllarni ham qamrab oladi. Deviatsiya shakllari xuddi dars shakllari yoki o'qitish shakllari yoki ta'lim olish shakllari bo'lgan singari deviantlikning ham bir qancha shakllari mavjud ekan. Ya'ni bu shakllar, masalan, birinchisi jinoyatchilik shakli deviantligini, ikkinchisi axloqiy deviantlik, keyingisi ijtimoiy deviantlik, keyingisi siyosiy deviantlik, keyingi shaklimiz esa diniy deviantlik va keyingi shaklimiz madaniy deviantlik, keyingisi esa psixologik deviantlik, iqtisodiy deviantlik va axboriy deviantlik singari 10 ga yaqin deviantlik shakllari pedagog deontologiya fanida demak asoslab beriladi. Bular bu shakllar, ya'ni insonning o'sha xatti-harakatida og'ish qanday ko'rinishlarda namoyon bo'lishi, kimdadir jinoyatchilik, kimdadir axloqiy holat bilan bog'liq og'ish kuzatiladi, kimdadir siyosiy holat bilan bog'liq og'ishlar kuzatiladi. Bu narsa esa shakl sifatida e'tirof etiladi pedagog deontologiya fanida. Demak, bu deontologiya o'sha deviantlikning o'ziga xos davrlarda ro'y berishi ham bor, hurmatli talabalar. Shu sababli ham deviant davr atamasi degan tushuncha ham bizning fanimizda keltirib o'tiladi. Ya'ni deviant davr atamasi deganda 7 xil davr atamasi nazarda tutiladi. Birinchisi go'daklik davri, ikkinchisi bolalik davri, keyingisi o'smirlik davri va keyingisi o'spirinlik davri, yoshlik davri, yetuklik davri va keksalik davri. Psixologiyada inson yosh davrlarga qanday tartibda davrlashtirilsa, demak bizning pedagog deontologiyamizda ham og'ish holati xuddi shunday deviant davr atamasi bilan demak keltirib o'tiladi va ushbu e'tiboringizga havola etgan davrlar ko'rinishida. Endi va deviatsiya, deviant o'sha og'ish va hokazolar haqida biz siz bilan fikrlashamiz. Endi asosiy mavzumizning qismi deviant xatti-harakatning sabablari. Bilasiz, hech narsa sababsiz ro'y bermaydi bu jamiyatda va uning o'ziga xos keyin oqibatlari ro'y beradi. Sababsiz hech narsa o'z-o'zidan shakllanmaydi yoki vujudga kelmaydi yoki sodir bo'lmaydi. Demak, deviant xatti-harakatlarning, og'ishlarning ham o'quvchilarda, insonlarda ro'y berishining o'ziga xos sabablari mavjud ekan. Bular birinchi sabab biologik sabab, ikkinchi sabab psixologik sabab, uchinchi sabab esa ijtimoiy sabab va to'rtinchi sabab axboriy sabab sifatida e'tirof etiladi. Biologik sabab tug'ma, ya'ni o'g'rining farzandi o'g'ri bo'lishi mumkin masalan. Ikkinchisi psixologik sabab qanaqadir kuchli qo'rquvdan yoki o'sha bosimdan og'ish bo'lishi mumkin, masalan, o'z joniga qasd qo'yish
yoki kimdir zarar yetkazib qo'yish masalan. Uchinchisi ijtimoiy sabab. Bu o'sha ijtimoiy holat, ya'ni kambag'allikdan masalan, yo'qchilikdan o'g'irlik qilib qo'yish mumkin, oxir-ko'z va keyingisi axboriy sabab. Ya'ni turli o'sha internetdagi g'oyalarga yoki oqimlarga aralashib qolgan holatda inson me'yordan og'ishi mumkin. Demak, bugungi kunda fanimizda deviant harakat, xatti-harakatning vujudga kelishining eng asosiy mana shu to'rtala sababi keltirib o'tiladi. Endi ushbu eng asosiy biz e'tibor beradigan jihat, kasbimiz pedagog bo'lganligi uchun maktab o'quvchilarida deviant xulq-atvor, ya'ni deviant belgilarini qanday ajratib olsak bo'ladi? Ya'ni biz o'sha tashxis qo'ya bilishimiz ham kerak. Bu belgilar quyidagilarcha namoyon bo'ladi. Birinchisi masalan, his-hayajon portlash ro'y beradi o'quvchida. Keyingisi kattalar bilan janjallar sodir bo'ladi ularning harakatlarida va keyingisi kattalarning qoidalari yoki iltimoslarni mensimaslik yoki rad qilish, boshqa odamlarni jo'rtaga bezor qilish, o'z xatolarida boshqa birovlarni ayblash, jizzakilikning keskin darajasi, badjahllik, darg'azablik, qasoskorlik, keksaqlash, haqoratlar va uyatsiz so'zlarni tez ishlatish. Demak, siz o'zingiz faoliyat olib borayotgan o'quvchilarda xuddi mana shunday belgilarni ko'rdingizmi, kuzatdingizmi, bilingki, unda o'sha xulqida, faoliyatida og'ish sodir bo'lmoqda. Demak, o'sha maktab o'quvchilarida o'smirlik yoshida sodir bo'lishining asosiy omili nima? Nima omillar tufayli ularda o'sha og'ish belgilari yoki og'ish sodir bo'ladi. Birinchisi, o'ta qattiqlik, o'ta intizom, masalan, otaning qattiq qo'l bo'lishi. Ikkinchisi, onalik nazoratining yetarli emasligidan sodir bo'lishi mumkin. Masalan, keyingisi otalik mehrining yetarli emasligidan ularning xulqida og'ish sodir bo'lishi mumkin. Keyingisi esa onalik mehrining yetarli emasligidan sodir bo'lishi mumkin va oxirgisi oilada hamjihatlik yo'qligi ham yoshlarimizda, o'quvchilarimizda og'ishning sodir bo'lishiga olib keladi. Deviant xulqni bartaraf etishning pedagogik profilaktik omillari mavjud albatta. Biz bularga quyidagilarni keltirib o'tamiz. Asosiy omil birinchisi ijtimoiy profilaktik yondashuv, ya'ni vaqtli oldini olish, hali og'ish sodir bo'lmasdan. Ikkinchisi tibbiy biologik yondashuv, ya'ni tibbiyot muassasalarida yoki biologik o'sha davolash xarakterini va keyingisi ijtimoiy pedagogik yondashuvni ta'lim va tarbiya orqali ham biz o'zimizning o'quvchilarimizni demak deviant xulqni bartaraf etsak bo'ladi ekan. Albatta bu yerda pedagog bo'lganimiz uchun biz pedagog tomoniga ko'proq urg'u berishimizga to'g'ri keladi. Masalan, statistika keltirib o'tilgan umumiy ma'noda o'sha o'quvchilarda ro'y bergan deviant xulq-atvorli bolalarni tuzatishda o'sha maktab muassasasi asosiy yetakchi rolni o'ynar ekan. Unga ko'ra 85% o'sha deviant xulqli o'quvchilar maktablarda tarbiyalanadi ekan. Ya'ni tarbiyalanib sog'lom hayotga yoki sog'lom holatga qaytarilishi mumkin. Demak, bu juda ham katta natija. Qolgan 15% misol uchun oilada yoki boshqa jamoat tashkilotlarida, mahalla, ko'yda bartaraf etish mumkindir, lekin 85% natija bu ta'lim tashkiloti, aynan maktablarda ro'y beradi ekan. Hurmatli talabalar, demak, shu mavzuyimizdan ham xulosa chiqara olsangiz bo'ladiki, deviatsiyaning o'sha albatta sabablarini keltirib o'tdik biz, biologik, e'tiborsizlik yoki ijtimoiy sabab, axboriy sabab va ularni bartaraf etish uchun biz maktablarda mana shu to'rtta sababga qarshi faoliyat olib borishimiz kerak bo'ladi. Shu sababli ham pedagogik deviantologiya fani sizning e'tiboringizga havola etiladi. Bugungi mavzumizning asosiy o'sha mazmuni shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.